هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Ra'd suresi tefsiri 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ra'd suresi 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah çaqmaqdan qorxutuş, yağmurğa ümid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan qo'yiq bulutlarni paydo qildi. Guldirmama Allohni madihlash bilan tasbih etdi. Farishtalarmu Allohdan qo'rqib tasbih etdi. Allah chaqmoq tushirib, uning bilan o'zi xohlagan odamni halok qildi. Ular Allah to'g'risida da'talash qilishidi. Allohning tadbiri kuchlikdir. Bulut, chaqmoq va guldirmama qatorliqlarning Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan narsalar ekanligi. Alloh taolo chaqmoqni faqat o'zining bo'ysundiradiganligidan xabar qildi. Chaqmoq bulutning orasidan vol-vol qilib ko'rinadigan nurdir. İbn Cerir rivoyat qildi-ki, Ibn Abbas Abu Jalidga xat yozib, chaqmoqning ma'nosini so'raydi. U chaqmoqning ma'nosi yomg'ir deganlikdir deb javob berdi. Allah chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qatade bu ayet hakkında mındaq deydi. Yo'lovchi yağmurdan keladigan jafo mushaqqatdan qo'rqidi. Muqim kishi yağmurning barakatini va manfaatini umid qiladi hamda Alloh taolaning rizq ato qilishini orzu qiladi. Qudrati bilan qo'yiq bulutlarni paydo qiladi. Ya'ni Alloh taolo bulutni yeni tusga kirgizdi. Bu bulutlar suyuning ko'pligidan eg'irlashib, yer yuziga yaqinlab past holatda uchadi. Mujahid qo'yiq bulut deganimiz tarkibida suyi jiq bo'lgan bulutni ko'rsatdi dedi. Guldirmama Allohni madhilash bilan tasbih etdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Koinotdagi qandaqliki narsa bo'lmasin, Allah'ını pak deb madhilaydi. Yani Allah'ның ulug'ligini so'zlaydi. İmam Ahmad İbrahim ibn Sa'id radiyallahu anhudan otasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bir kuni masjidda Humayd ibn Abdurrahmanning yanida o'ltiratdim. G'ifar qabilasidan yashangan bir kishi keldi. Humayd uning yeniga odam avatdi. O adam qaytib kelganda bana, ey qarindishimning o'g'li, biz qishimizdan uningga o'rin bo'shatib berayli. U payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan ekan dedi. U yashangan odam kelib ikkimizning orasida o'ltirdi. Humayda uningga payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilib so'zlab bergan hadising nimeti dedi. O adam Humaydga, men G'ifar qabilasilik yashangan bir odamdan payg'ambar alayhissalomning shak shubhisizki Allah bulutlarni paydo qildi. Bulutlar eng chiroyli so'zlaydi va eng chiroyli kuladi deganligini angladim dedi. Ya'ni bulutning so'zi guldirmama, kulkisi chaqmoqdir.
Musa ibn Ubayda Said ibn İbrahimning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo yomg'irliq bulutni avatidi. Bulutdan chiroyli kuladigan va yiqimliq so'zlaydigan hech narsa yo'q. Uning kulkisi chaqmoqdir, so'zi guldirmomidir. Guldirmomi guldirilgan chaqda duo qilish to'g'risida. İmam Ahmad Salimdan otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom guldirmoma va chaqmoq chiqilgan ovozni anglasa mundaq duo qiladi. Ey Alloh, g'azabing bilan bizni o'ltirmagin, azobing bilan bizni halok qilmagin. G'azab va azobning kelishidan ilgari bizni kechirgin. Bu hadisni Buxoriy, Nasa'iy va Hakim qatorliqlar rivoyat qilgan. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu guldirmomining ovozini anglasa, so'zini to'xtatib mundaq deydi. Guldirmoma hamd sano bilan tasbih etgan, farishtalar qo'rqib tasbih etgan Alloh pokdir. Shek shubhisizki bu zimin ahli uchun albatta qattiq ogohlantirishdir. Buni Imom Malik Muatta degan kitobida, Imom Buxoriy Adabul Mufrad degan kitobida rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'olib va buyuk Rabbinglar aytadi: Agar bandilarim menga itoat qilsa, men ularga albatta kechasi yomg'irni yog'dirib beraman, kunduzi quyoshni chiqarib beraman. Ularga guldirmomining ovozini anglatmayman. Alloh chaqmoq tushirib, uning bilan o'zi xohlagan odamni halok qiladi. Ya'ni cheqilgan chaqmoqni azob qilib tushirib, uning bilan o'zi xohlagan kishidan intiqom oladi. Shunga oxir zamonda cheqilgan chaqmoqning tushish ahvoli ko'p yuz berdi. Abu Qasim Tabarani İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Arbad ibn Qays va Amir ibn Tufayl Payg'ambar alayhisalomning qishig'a Madinaga keldi. Ular uning qishig'i kelganda Payg'ambar alayhisalom o'ltiradi. Ular kelib uning oldida o'ltirdi. Ondan Amir ibn Tufayl: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar men islomga kirsam, menga nima qilib bersan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Musulmonning manfaati uchun nimani qilsam, sana shuni qilib berman. Musulmonlarga qanday bir ziyon yetsa, sana bir o'lish bo'ladi" dedi. Amir ibn Tufayl: "Agar men islomga kirsam, o'zingdan keyin o'rningga meni boshliq qilib tayinlamsan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Sen va sening qavming buningga haqliq emas. Lekin sen otlardan bir o'lishga shirik bo'la olaysan" dedi. Amir: "Men hozir Najdning otlariga shirikman. Meni sahrolarga ega qilgin. Shahar va yizilar sana bo'lsin" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q" dedi. Ular Payg'ambar alayhisalomning qishidan chiqib ketayotganda Amir: "Allohning nomi bilan qasamki, shahar yizilarni otlar va odamlar bilan to'shqizib o'taman" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Alloh seni undaq qilishdan to'sidi" dedi. Arbad bilan Amir sirtqa chiqqanda Amir: "Ey Arbad, men Muhammadni gapga tutib turay. Sen uni qilich bilan chopqin. Agar sen Muhammadni o'ltirvatsang, kishilar to'lam elishga rozi bo'lishdan ortiq ish qila olmaydi. Ular urush qilishni yomon ko'radi. Shuning bilan biz ularga to'lam beramiz" dedi. Arbad: "Bo'ladi, men shunda qilay" dedi. Ular orqaga yenib Muhammad alayhisalomning qishig'iga kirganda Amir: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'rningdan turib men bilan kelgin. Men sen bilan so'zlashaman" dedi.
Peygamber aleyhisselam o'rnidan turib, uning qishig'i keldi. Ular berib tamning tüyida o'ltirishdi. Peygamber aleyhisselam uning bilan suhbatlashishga boshladi. Shu asnoda Arbat qilichini sug'armoqchi bo'lib, qo'lini qilichining dastiga uzatdi. Lekin u qilich urishdan kechikdi. Peygamber aleyhisselam orqaga qarab, Arbatni va uning qilayotgan ishini ko'rib qoldi. Shuning bilan ulardan yiroqlashdi. Amir bilan Arbat Peygamber aleyhisselamning yenidan chiqib, Vaqim degan sayga yetib kelib, shu joyda tushkin qildi. Said ibn Muaz bilan Said ibn Uzayr ularning qishig'i chiqib, "Ey Allohning dushmanlari, bu yerdan ketinglar. Allah sizlar ikkinglarga la'nat qildi" dedi. Amir, "Ey Said, yeningdagi bu odam kim?" dedi. Said, "Bu Usayd ibn Uzayr bo'ladi" dedi. Amir bilan Arbat o yerdan ayrilib, Raqim degan joyga kelganda Alloh taolo Arbatga chaqmoq avatib, chaqmoq uni halok qildi. Amir o yerdan ayrilib, Harim degan joyga kelganda Alloh taolo uni qichishqoq kasaliga mubtalo qildi. Jarohat uni qattiq bearom qilishga boshladi. U shu kechasi Sulul qabilasilik bir ayolning uyida qo'nib qoldi. Ertasi safarida u kekirtikini jarohatni silab turib, bu to'g'ida bo'ladigan vabo kasaliga o'xshash kasaldir. Salul qabilasilik ayolning uyiga qaytib ketsam bo'ladi deyishga boshladi. U shu ayolning uyida o'lib qolishni orzu qildi. U orqaga yinib kelib etib, at ustida o'ldi. Shuning bilan Alloh taolo u ikkisi haqida bu oyatni nozil qildi. Har bir homildor ayolning qo'sig'idikini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi, qizmi, birmi, ko'pmi, cho'ngmi, kichikmi, chiroyliqmi, satmi, baxtlikmi, baxtsizmi, umri uzunmi, qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachchidanlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inab ketganligini, ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ilganligini yoki muddati eshib ketib tug'iladiganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Alloh maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sizlarning ichinglardan yo'shurun so'z qilgan, oshkor so'z qilgan, kechasi yo'shiringan, kunduzi oshkora yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turdi. Har bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat, hurmatni ilib tashlamaydi. Allah birer qavmni halok qilmoqchi yoki azoplamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ular azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'la olmaydi. Ibn Abbas navbatchi farishtalar Alloh taolaning amri bilan Muhammad alayhissalomni qo'g'didi dedi. Ondan Arbatni va uni o'ltirgan narsani tilga ilib mundaq dedi. Alloh chaqmoq tushirib, uning bilan o'zi xohlagan odamni halok qiladi. Bu hadisning aslini Imom Buxoriy qisqartib rivoyat qilgan. Ular Alloh to'g'risida datalash qilishidi. Ya'ni Allohning kattaligidan va uningdan boshqa hech ilohning yo'qligidan shaklanadi. Allohning tadbiri kuchlikdir. İbn Cerir mundaq deydi. Alloh taologa qarshi haddidan oshgan
kufrida tarsaliq va sarkashlik qilgan har bir osiyga azob tushirishda Alloh taolaning tadbiri intayin kuchlidir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ali radhiyallohu anhuning Allohning tadbiri kuchlidir degan oyatni Alloh taolaning jazosi nihoyat qattiqdir deb tafsir qilganligi rivoyat qilingan. Haqiqiy qilingan duo Allohga qaratiladi. Ya'ni ixlos bilan qilingan duoni Alloh ijobat qiladi. Kuffarlarning Allohni qo'yib duolarini qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qila olmaydi. Ular, ya'ni kofirlar, shundaq bir odamga o'xshaydiki, u og'zimga suv tushsin deb neridan ikki olqinini suvga qaratib ichib turdi. Amaliyotda suv anglamaydigan his tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa, suv hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kafirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. Mushriklarning ilohlarining hech narsaga asqatmaydiganligiga keltirilgan misollar. Haqiqiy qilingan duo Allohga qaratiladi. Ya'ni ixlos bilan qilingan duoni Alloh ijobat qiladi. Ibn Jarir Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning bu oyatni Alloh taolaning bor va birligiga da'vat qilish haqiqiy da'vat qilish hisoblanadi deb tafsir qilganligini rivoyat qilgan. Ibn Abbas va Qatada bu oyatni Alloh taoladan boshqa hech iloh yo'q deb da'vat qilish haqiqiy da'vat hisoblanadi deb tafsir qilgan. Malik Muhammad ibn Munkadirning shundaq tafsir qilganligini rivoyat qilgan. Kuffarlarning Allohni qo'yib duolarini qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qilmaydi. Ular, ya'ni kofirlar, shundaq bir odamga o'xshaydiki, u og'zimga suv tushsin deb neridan ikki olqinni suvga qaratib ichib turdi. Ya'ni Alloh taoladan boshqa ilohlarga cho'qinadiganlarning misoli qo'lini quduqqa sunib suv olmoqchi bo'lgan, ammo qo'li suvga yetmayotgan odamning misoliga o'xshaydi. Uning qo'li suvga yetmayotsa, eg'iziga qandoqmi suv ola olsin? Mujohid mundaq deydi: ularning misoli tili bilan suvni chaqirgan, qo'li bilan suvga ishorat qilgan odamga o'xshaydi. Suv anglamaydigan hech tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa, uning qishig'a hargiz kelmaydi. Bu oyatning xulosa ma'nosi shuki, suv ichmoqchi bo'lgan odam qo'lini suvga yiroqdan sunganligi uchun suvdan hech manfaat ola olmaydi. Shuningga o'xshashla Alloh taoloni qo'yib boshqa ilohlarga cho'qinadigan ana shu mushriklar ilohlardan dunyo oxiratda hech qanday manfaat ola olmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: kofirlarning ma'budlarga qilgan duosi butunlay bekordir. Osmonlardagilar va zamindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar va jinlar ixtiyoriy va majburiy yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atdigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soylarimi bo'ysunadi. Hamma narsaning Alloh taologa sajda qildiganligi. Alloh taolo bu oyatda o'zining kattaligidan va podshohligidan xabar berdi. Alloh taolo hamma narsaga hukmronlik qilg'uchidir.
hamma narsa Alloh taologa itoat qilguchidir. Shunga hamma narsa Alloh taologa sajda qiladi. Mu'minlar itoatmanlik bilan, kafirlar bo'lsa majburiy holda sajda qiladi. Atigan oqshomda, ya'ni davomli turda ularning soyillarimi bo'ysunadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: osmonlardagi va zamindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga sajda qiladi. Ular Allohga sajda qilishdan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning, zaminning Rabbi kim degin. Ularning Rabbi Alloh degin. Ularga sizlar Allohni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga sherik qilib oldinglarmi degin. Ko'r, ya'ni kafir bilan ko'zi ko'radigan odam, ya'ni mu'min barobar bo'lamdi yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular Alloh yaratganga o'xshash qandaqdir mahluqotlarni yaratgan ma'budlarni bütün mahluqotni yaratgan Alloh taologa sherik qilib olib, Allohning yaratgani bilan ma'budlarining yaratganini ayriy olmay qoldimi? Allah hamma narsani yaratquchidir. Allah birdir. Hammaga g'olibdir. Allah Taalaning bar ve birlikini ispatlash. Allah Taala bu ayette özüden başka hiç ilahning yo'qligini isbotlaydi. Chunki mushriklar Allah Taalaning osmonlarni va zaminni yaratganligini, ularning parvish qilg'uchi va idora qilg'uchisi ekanligini e'tirof qiladi. Shundaq turug'liq ular Allah Taalani qo'yib cho'qinadigan butlarni do'st tutadi. Ani shu butlari o'zlariga ega bo'la olmaydigan tursa, cho'qing'uchilarga hech foyda ziyon yetkazolmaydiganligi turgan gap. Ya'ni butlar ularga hech asqatmaydi. Ularga kelgan ziyonni to'sib qola olmaydi. Bu butlarni Alloh taologa sherik qilib cho'qinadigan kishilar bilan hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilgan va Rabbi tarafidan berilgan nur ustida bo'lgan kishilar barobar bo'lamdi. Ko'r, ya'ni kafir bilan ko'zi ko'radigan odam, ya'ni mu'min barobar bo'lamdi yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular Alloh yaratganga o'xshash qandaqdir mahluqotlarni yaratgan ma'budlarni, bütün mahluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allohning yaratgani bilan ma'budlarining yaratganini ayriy olmay qoldimi? Ya'ni ana shu mushriklar Rabbiga tenglashalaydigan, Allohning yaratganiga o'xshash mahluqotlarni yarata oladigan butlarni Alloh taologa sherik keltirgan bo'lib, bu butlar Allohning yaratganiga o'xshash mahluqotlarni yaratgan. Shuning bilan mushriklarga nisbatan yaratilgan mahluqotlar bir-biriga o'xshib ketib, ular qaysisining Alloh taolo tarafidan, qaysisining butlar tarafidan yaratilgan mahluqotlar ekanligini bilolmay qoldimi? Ish hargiz ularning o'ylagandek emas. Alloh taologa o'xshaydigan hech narsa yo'q. Alloh taolaning hech tengdishi, shirki, yordamchisi yo'q. Allah bola tutishdan ve xotin elishdan pokdir. Allah bularning hammasidan yüksek derecede üstündür. En şu müşriklar Allah Taalaga butlarni sherik qilib cho'qinadi. Halbuki ular butlarning Allah Taalaning yaratgan mahluqotlari ve qullari ekanligini e'tirof qilishadi. Ular talbiyalaridimi mundaq deydi: Ey Allah,
Biz senin chaqiriqingga ovoz qo'shib keldik. Sening bir shirkingdan boshqa hech shirking yo'q. Sen u shirking egi bo'lgan narsalarga egidorchilik qilasan. Alloh taolo ularning shirk keltirish sababidan xabar berib mundaq degan. Bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Alloh taolo ularning bu batıl e'tiqodlariga qattiq raddiya berib, o'zining dargohida hech bir kishining iznisiz biror kishiga shafaat qilolmaydiganligini mundaq bayon qilgan. Allah izni bergen odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat payda bermaydi. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafaati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Allah o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafaat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafaati asqatadi. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhisizki Allah ularni to'liq egalladi ve sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tenha keladi. Hamma narsa Alloh taolaning qo'llari tursa, nim uchun ba'zilari ba'zi narsalarga hech qanday dalil pokisiz, balki gumon ve uydurmalarga asoslanibla cho'qinadi. Alloh taolo haqiqatan payg'ambarlarni, insonlarni yaratgandan boshlab toki oxir zamongacha avatib turdi. Payg'ambarlar insonlarni Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilishdan to'sdi va chekladi. İnsanlar bo'lsa payg'ambarlarni inkor qilishdi va ularga qarshi chiqdi. Shunga ularga cho'qim keladigan azob haqliq bo'ldi. Rabbing hech odamga zulm qilmaydi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Ra'd surasi tafsiridan 16-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.